Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarini bir muborak hadislarda marhamat qilgan ekanlarki, qiyomat kunida eng yomon ahvolga tushadigan, hisobi og'ir bo'ladigan, Allohning dargohida hisobi juda ham ayanchli bo'ladigan 8 toifa bor degan ekanlar. Alloh ko'rsatmasin, mana shu 8 toifadan bo'lib qolishlikni Janob Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam mana shu 8 toifani kimligini o'zini hadislarida xabarini bergan ekanlar. Mana shu badbaxt bo'lgan, dunyo oxirat saodatidan benasib bo'lgan, qiyomatda hisobi og'ir bo'ladigan insonlarni toifasi haqida xabardor qilishni maqsadga muvofiq deb topdik. Eng birinchi yomon toifa, dunyo va oxiratda hisobi og'ir bo'ladigan toifadan bittasi yolg'onchi debdilar. Ya'ni Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan hadis borki, qaysi bir insonda 3 xil alomatni ko'rsangiz, biling u munofiq dedilar. 3 xil alomatni birinchisi gapirganda yolg'on gapiradi. 3 ta gapni 2tasi albatta yolg'on. Yolg'on qo'shmasdan ilojisi yo'q. Faqat yolg'on bilan odamlarning orasiga kiradi, yolg'on bilan odamning orasidan chiqadi. Ikkinchisi omonat bersangiz, omonatga xiyonat qiladi. Uchinchisi va'daga vafo qilmaydigan inson. Muhtaram birodarlar, bu bilingki, munofiqlarning alomati qalbida mujassam bo'lgan odam dedilar. Ya'ni yolg'onchi odam ham munofiqlarning bittasi bo'lar ekan. Yolg'on bor joyda baraka ketishligi, yolg'on gapirilgan joyda jamiyat intizomini izdan chiqishi, yolg'onchi bo'lgan odamni dunyoda ham, oxiratda ham Xudoning rahmatidan benasib bo'lishi. Birinchidan odamlarning orasida nazardan qolish. Bir kunmas bir kun shu yolg'on fosh bo'lib qolgandan keyin, haqiqat chiqqandan keyin, ma'lum bo'lgandan keyin odamlarning orasida bu dunyoda sharmanda bo'ladigan bo'lsa, qiyomatda yaratganning dargohiga borganda gapirgan yolg'oni uchun uni jazosi og'ir bo'lishligi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam yolg'onchi jannatga kirmaydi degan ekanlar. 3 xil yolg'onni gapirish durust dedilar. Joiz bo'ladi, gapirsanglar bo'ladi. Shulardan birinchisi jang maydonida. Oldimizda dushman turibdi. Hiyla ishlatmasa, yolg'on ishlatmasa insonning joni xavf ostida qolgan bir payt, hiyla-i shar'iy uchun yolg'on ishlatib turib jonimizni omonda saqlab qolishlik uchun